Assalomu alaykum, men Luqmonova Madina. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan pedagogning kasbiy kompetentligi mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz kasbiy kompetentlik, ikkinchi rejamiz pedagogning kasbiy kompetentligi va uchinchi rejamiz pedagog mahoratining mustaqil elementlari. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim malakalarini egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlarni va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishini, yangi axborotlarni o'rganishini, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishini, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishini taqozo etadi. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarda to'liq muammolardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishida, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi. Ta'lim muassasasining pedagogik va maxsus fan o'qituvchilarining kasbiy mahoratini takomillashtirishda imkoniyatlar nihoyatda ulkan. Ularni yagona maqsadga yo'naltirish, ular faoliyatini o'zaro muvofiqlashtirish ta'lim muassasasi rahbaridan chuqur bilim va tajribani talab qiladi. Pedagogning bilim, ko'nik va malakalari pedagogik mahorati asoslarining tarkibiy qismi sifatida 2 darajada bo'lishi mumkin. Kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorgarlik va kasbiy pedagogik faoliyat jarayonida egallangan pedagogik tajriba ahamiyati. Ya'ni, birinchi holda pedagog oliy ta'lim muassasalarida o'qish paytida olingan boshlang'ich pedagogik tajriba bo'lishi mumkin. Amaliy faoliyatda amalga oshirilayotgan pedagogik mahorat asoslari kasbiy yetuklikning belgisidir. Pedagog mahoratining 4 ta mustaqil elementini ajratib ko'rsatish mumkin. O'quvchilar jamoaviy va shaxsiy faoliyatini tashkil qila olish mahorati, ishontirish mahorati, bilimlarni berish va faoliyat tajribasini shakllantirish mahorati, pedagogik texnikani egallash mahorati. Demak, pedagogik mahorat faoliyat rivojlanishining, pedagogik texnologiyani egallashning yuqori darajasini ifodalab, shu bilan birga pedagogning umuman shaxsini, uning tajribasini, fuqarolik va kasbiy o'rnini ham ifodalaydi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.